Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundaq bo'lsa. Avtori Ehson Abdulquddus. Misr. 15-bob. Abdulhamdi bir kecha kirpi qaqmadi. Xilma-xil qo'rqinchli xiyollar uni beoram qilib kechicha uxlatmadi. U o'zini qorong'u zulmat ichida qolgandek sezatdi. Turibla qoni bo'g'ilib ko'zlari chakchib ketadi. Turibla qorong'u zulmatdan qutulay deb ko'zini yumib baqatdi. Ko'zini yumsimi zulmatdan qutulolmaydi. Qallasida paydo bo'lgan xiyollar uningga yengdek sanjilatdi. U ochiq, nafrat, qo'rqish ichida varqirib etishga tasli qoldi. Abdulhamdi Humanbegning qishig'i berib, ishning butun jarayonini so'zlab berib, o'zini nazorat qilmasligini o'tinmoqchi bo'ldi. Lekin u bundoq qilolmaydi. İbrahimni, tog'isi va uning oilasidagilarni soqchilarga aytmaslikqa da'vat qilib turgan narsa uning vijdonila emas, nafrat, ya'ni Humanbegga bo'lgan nafrat edi. U Humanbegga shunchalik o'ch bo'ldiki, go'yo hayotidagi butun dard alimi Humanbegga, soqchilarga bo'lgan nafratga aylangandek edi. Shunga uning Humanni o'ldirib etkisi keladi. Shundaq qilsa, uning mag'lub bo'lgan, qo'lidan ish kelmaydigan odamligini isbotlaydigan odam qolmaydi. Lekin u haqiqatan qo'lidan ish kelmaydigan odam. Uningda Humanni o'ldirib etkidek jur'at yo'q. U Qohiradan qochib, Humanbeg topolmaydigan yiroq bir yerga yo'shirinib olmoqchimi bo'ldi. Biroq u nimishqa qochadi? Soqchilar nima uchun uni nazorat qiladi? Uning eng ochig'ini keltirib, o'g'izini qaynatgani men soqchilarga nazorat qiladigan odammi? Men soqchilar nazorat qiladigan odammi? Soqchilar izimga tushishga tegishlik vatanparvar qahramonmi degan masala edi. Rostini aytganda u qahramonmi, vatanparvarmi emas. Uni vatanparvar qahramonlarga qaraganda soqchilarga yaqin odam degan tuzuk edi. U o'zida qahramonlarga xos tuyg'u yo'qligidan afsuslanadi. Uningda soqchilar nazorat qilsa mayli degidek biror ish yoki e'tiqoddan asarmi yo'q edi. Atdiganda u ko'zlari qizargan, beshi garang holda o'rnidan turdi. Dariza oldiga kelib, ansiz ko'zlari bilan pastga qaradi. O'zini nazorat qilib turgan tunugunki odam yo'q edi. Nima ish? U nega ketgandi? Nazorat qilishni to'xtatdimi ya? Uning gunohsizligi isbotlanib, nazorat qilmaydigan bo'lishganmidi? U xushal bo'lib ketmadi, xotirjammi bo'lolmadi. U yanala dakki-dukkida edi. Abdulhamdi yuz ko'zini yuyib kiyimini kiydi. Ko'ngli besaramjon bo'lg'ashqa, salomlashganning o'rnida molini tillab qo'ydigan odatini unutib qoldi. U uyidan chiqib shirkatga ishga mangdi. İxtiyorsiz orqaga qarab agishib mangan odamni ko'rmadi. Yana bir oz mengib orqasiga qarab bir agishib kelayotganligini sezdi. Lekin u tunugunki odam emas, boshqa odam edi. Abdulhamdi 3-qatim orqasiga qarab agishib kelayotgan odamning uzun ko'nglak, chopon, beshiga soqchilarning qizil taqiyasini kiygan odam ekanligini aniq ko'rdi. Abdulhamdi tramvay bekatida to'xtadi. U odamni bekatga kelib chettirak turdi. Demak, biraylarning Abdulhamdining iziga tushganligida shak yo'q edi. Abdulhamdi qattiq aloqzodi bo'ldi. To'miridagi qonlar birla qizigandan keyin qetib qolgandek bo'lib, vujudi muzlab ketdi. U o'lim shundoq bo'lsa kerak deb o'yladi. Abdulhamdi tramvayga chiqdi. Tramvay mangan hamon sakrab tushib oldi. Heliq odammi sakrab tushdi. Abdulhamdida soqchilarning nazoratida yurgan inqilobiy yoshlardek tajriba yo'q edi. Soqchilarning qechishga uringan odamni o'zida gunoh borligini isbotladi deb, gunohi bor deb gumon qilingan odam soqchining iziga tushganligini ko'miganga selib, hech ish yo'qdek yursa, gunohsiz deb qaraydiganligini u uqmaydi. Davli naydi aniqki, undaq odam o'zini gunoh o'tkazdim deb qaramag'ashqa meni nazorat qilyotdi deb o'ylamaydi. Shunga u gunohsiz hisoblanadi. Abdulhamdi bu davlini bilmagashga iziga tushgan odamni eziqtirib etish bilanla ovora bo'ldi. Ya'ni u bir tramvaydan tushib, yana bir tramvayga chiqdi. Bir kira mashinasiga chiqib,
ozroq mengib tushib oldi. Bir binoga kirib cho'rgilab chiqdi. U jiz tarafga mengib o'tib, burilibla Yangi Qohira rayoniga mangdi. Uningga orqadagi odamni eziqtiribsa, boshqa odam iziga tushgandek, ko'chadagi hamma odam uningga diqqat qilayotgandek, ularning hammasi Omonbekning soqchilaridek bilindi. U ko'chada elishib qolgan odamdek tinim topmay yugurib yurdi. O't dengizi ichida qolgandek aloqsada bo'lib, har tarafga o'zini urdi. Kech bo'lganda herib holi qolmadi. Yuz ko'zini to'pichan bosdi, chochlari paqpaydi, kiyimlari purlashdi, galstuki sangilab, ko'ngligining yoqisi tardan kirlashdi. Uning putini midirlatqudek, ko'zini ochqudek mador qolmadi. U hozirab ketdi, dimi siqildi. Uyiga qo'ysila Omonbek saqlab o'ltirdigandek kun bo'yi uyiga qaytmadi. Bir parcha bolqidan boshqa hech narsa yemadi. Bolqinimi izimga tushgan soqchiga qarayman deb yalmab yutdi. Abdulhamdining Samiyaning qishida ozroq orom olg'usi, beshini Samiyaning yelkasiga qo'yib toza bir yig'ilib olg'usi keldi. Chunki uni tushunadigan, yaxshi ko'radigan birdan bir odam shu edi. Hozir Samiyadan boshqa butun odam uni xato tushunyotdi. Uningdan yerginiyotdi. U Samiyaning tushunishi va muhabbatidan tasalli topatdi. Ishonchiga, azimatlarga xos jasoratga ega bo'ladi. Samiya uning hayotidagi eng sop, tinch, uning quvliq shumliqlari bilan bulg'anmagan birdan bir muqaddas makon edi. Abdulhamdi tog'isining uyiga bormoqchi bo'lib, tramvayga chiqdi. Jila maydonida tushib qilib piyoda mangdi. U orqamdan odam kelyaptamdikin deb pat-pat orqasiga qarab qo'yatdi. U jiz ko'chasida xeyli uzun mangdi. Ondan ketayotgan bir avtobusga esilib chiqib oldi. Tog'isining eshigi oldiga kelganda orqasiga qaradi. Iziga tushgan odam yo'qligiga ko'zi yetganda binoga kirdi. Samiya uning aloqzada qiyofatini ko'rib, kuyimchanlik bilan uning quliqiga shivirladi. "Sizga nim bo'ldi?" "Hech narsa", dedi Abdulhamdi kulib. "Nimish bo'ldi?" so'radi Samiya ishonmay. "Hech ish bo'lgani yo'q", dedi Abdulhamdi Samiyaga yelinish nazarida qarab. "Orqangizga nima uchun odam tushganligini bilolmadingizmi?" Yana pichirlab so'radi Samiya. "U odam orqamda yursa nim bo'pti, yursa yuraversin, nima qila olaydi?" dedi Abdulhamdi ko'zlarini Samiyadan qochirib. Samiya uni ko'nglidagi gapni demidi deb o'yladi-da, azoblanayotgandek beshini to'van qilib oldi. Abdulhamdi Samiyaga "Meni to'la beoram qilmag'in, yelkanga beshimni qo'yib, rosa bir yig'ilib olay" deb yolvorgan tarzda qaradi. Orqadan "Yig'ilmay" degandek alam bilan beshini chayqadi. İftardan keyin hammaylar dalon uyiga yig'iladigan bo'lg'ashqa Abdulhamdi shu yerga kirdi. "Balam, sana nim bo'ldi? Nimanda holga tushib qoldim?" Mo'may hayron bo'lib so'radi. Abdulhamdi hammachisining qo'liga so'yib qo'yib, zo'rg'a kulimsirab, "Bugun uygimga qaytmay bir kun ishladim", dedi. "Iftar qildingmi?" so'radi Mo'may. Abdulhamdi tog'isi bilan qo'l ilishib ko'rishib deb javob berdi. "Qildim. Men ko'chada iftar qildim." Muhit o'rnidan turib sirtqa mang'ash. "Assalomu alaykum Abdul", dedi va burilib boshqalarga degandek qo'shib qo'ydi. "Men berib dars tayyorlayman." Naval Abdulning aloqzada chiroydan ahvolni bilmoqchi bo'lib, taqozolik bilan qaradi-yu, demakchiga tushib o'ltiribla qoldi. Abdul baya muhit o'ltirgan yo'g'on o'rindiqqa kelib o'ltirib rohatlandi. Uning azob o'tida kuyib, puchilangan qalbi asta pastqo'yga tushib tinchlanishga boshladi. Bu oq ko'ngil, samimiy oila uni o'z xatoligining ziyonkashligidan saqlab qoladigandek, o'zini xotirjam, bexatar his qildi. Abdulhamdining Omonbekni xiyoliga keltirmay, behuzur uxlab olg'usi keldi-da, o'rindiqqa yo'linib ko'zini yumdi. Shu asnoda eshik qo'ng'irog'i jiringladi. U cho'chib ko'zini ochdi. Eshik qo'ng'irog'ining jiringligini anglab hech kim midirlamadi. Mo'may gezitdan bosh ko'tarmadi. Mo'may qo'lidagi kiyimni qandoq o'rib tiksam bo'ladigan deb bosh qottirdi. Samiya Abdulhamdiga qarab tortqinicha o'ltiraverdi. Naval Ibrohim to'g'risida shirin xiyolga cho'mib jurnal varaqlashni to'xtatmadi.
xizmatkor qiz Saniyaning ishikka mang'anligi, ishik ochilganligi, bir odamning qo'pol ovozi anglandi. Ammo nima deganligi aniq anglanmadi. Saniya qaytib kirib, udul muhitning hujrasiga qarab mangdi. Mo'may ko'zini oldidagi kiyimdan olmay Saniyani to'xtatib oldi. Saniya, kim kepti? Bir necha odam muhit xo'jamni izlab kepti. Bir necha odam hayron bo'lib so'radi buvay qo'lidagi gazetni yig'ishtirib. Men tonimaydi ekanman begim, ta'tir ustixon 3 odam ekan. Ularning turqinimi deb berolmayman. Abdul hamdi ko'zlarini yo'g'on ichib tik o'ltirdi. Mo'may qo'lidagi kiyimni qo'yib beshini ko'tardi. Hammaylar aloqsodalik ichida bir-biriga qarashdi. Ondan hammaning nazari tangla buvayga og'di. Buvay qo'shimisini turdi. Bu chog'da kelgan kimdi? Muhitning og'inlari odatda uyga kelmaydi. Saniya ularni ta'tir ustixon odamlar deydi. Muhitning bundaq do'stlari yo'qdi-ku. Saniya muhitni chaqirmoqchi bo'lib mengib edi. Buvay to'xtatib olib, "Sen oshxonaga kirib ketaver", dedi va Navalga qaradi. "Naval, sen chiqib qarab baq, aniq so'rag'in." Naval dalan uydan chiqibla uzun ko'nglak, qora chapon, beshiga qizil taqiya kiygan, nihoyatda yo'g'on bir odamning tashqarqi eshikning tuvida tap tortmasdan uyning ichiga qarayotganligini ko'rdi. Naval cho'chib ketib, vaqirvatkili tas qoldida ixtiyorsiz kayniga tajidi. Ondan o'zini to'xtatib olib, titragan holda oldiga mangdi. Yuragi do'pildab so'qib ketdi. "Siz kimni izlaysiz?" so'radi Naval titrishini zo'rg'a besib. U odam javob bermadi. Navalning boshdan oyog'iga sapsilib, qo'li bilan yana bir odamni ko'rsatdi. Bu odam kostyum kiygan, yonchiqidagi narsani tutib turgandek qo'lini yonchiqiga selib olgan edi. Naval savol nazari bilan u odamga qaradi. "Muhit Zohir apandi uyda bormi?" deb so'radi. U odam ovozini sipoya chiqarishga tirishib, hijoygan holda, "Uningga kim izlab kepti deyman?" so'radi Naval titrikini besib turib. "Saqchi", dedi u odam qo'lini yonchiqidan chiqarmay, Navalga ich og'ritgandek qarab. Naval "Voy" debatdi-yu, shu an og'zini qo'li bilan etib oldi. Ondan "Saqchi nima ish?" dedi aranla. "Hech ish yo'q. Uningga shundaq debla qo'ysangiz bo'ladi", dedi u odam yana hejiyib. Naval go'yo ko'ngligiga o't tutishib ketgan odamdek kayniga burilibla uyga yugurdi. Dalan uyga kirib, xuddi o'lim xabarini yetkazgandek tovladi. "Saqchi!" Buvay o'rnidan dasturib ketdi va tushib ketmasin deb ko'zoynagini tutib oldi. "Nima deysa? Saqchi?" Mo'may hali oshqandek maydasiga urib nola qildi. "Voy xudoyim, saqchi, voy tova, karomat, dadisi oxir chatoq chiqdi. Men shu chog'da sizlarga aytgan. Bo'ldi, tahiya, to'li qotildimi? Hammamizni tugashtiray demsan ya. Hech qancha ish bo'lmaydi. Nimadan qo'rqatdiq?" Bovay past ovozda xotinini aybladi. Bovay xuddi boturligi va tamkinligi bilan boshqalarga ilhom bermoqchi bo'lgandek qattini ruslab, yaktikining yoqsini va beshidagi oq do'ppisini o'ngshab qo'ydi. Abdul hamdi o'rindiqda tugilib qoldi. "Bular meni izlab keldi. Men bilaman, ular meni izlab keldi." "Yo'q, ular muhitni izlab keldi." Naval uning gapini anglab ko'ngli buzildi. Samiya hammasining chiroyiga qarab beshini tövan qildi-da, esa deb yig'lab ketdi. "Mening ko'nglim burunla tuygan, bizning bundaq ishqa yo'liqadiganligimizni bilatdim", dedi u. "Bo'ldi, yig'lama. Hech kimning xapiliq ko'targichiligi yo'q. Hammanglar hech ish bilmagan bo'lib elinglar", dedi bovay. Pes, ammo jiddiy ohangda. Ondan sapma kashini kiyib Navalga qaradi. "Berib akangga qeshimga kelsin." Bovay kelganlar bilan ko'rishish uchun dalan uydan chiqdi. Ishik tubida turgan odam uni bir shapaloq urgandek, g'ururi dafsanda qilingandek bo'lib birdan to'xtadi. "Tova, bu odam hech tap tortmasdan xalqning uyiga qaravotidi-ku. Nima haqqi bor uning?" Bovay ochiqini ichiga yutib oldiga mangdi. Heliq odamning yenidan uningga dakki bo'lsin degandek salommi bermay o'tib, koridordagi pozor kostyum kiygan odamning qeshig'i bordi.
eshikning yonida yana sahrolikdek 3 odam turardi. Kostyumliq odam qo'lini yonchiqqa solgan peti hejib: "Siz Muhit Zohirning dadisi bo'lamsiz?" dedi. "Ha, xo'sh, biror ishinglar bormidi?" dedi bovay o'zini tamkin ko'rsatishga tirishib. "Muhit nada?" so'radi u odam xuddi qadinos do'stini so'rayotgandek. "U dars tayyorlayotdi. Hozir keladi." Muhit Tatarxon alaqsada bo'lgan holda kelib, yordam so'ragandek dadisiga yaqin turdi, ammo gap qilmadi. "Muhit, assalomu alaykum", dedi pozor kiyingan odam gapnimi chiroyli qilmoqchi bo'lgandek. "Va alaykum assalom", deb javob berdi Muhit gangirgan holda. U odam bovayga qarab jiddiy talaffuzda: "Biz uyinglarni aqtirsak bo'lamdi", dedi. Bovay zimmasidan ig'ir bir yuk tushib ketgandek yeniklab qaradi. Chunki ularning uydan gumonliq biror odam topolmaydiganligi bovayning ko'ngliga ayon edi. "Marhamat", dedi u. Keyin oldirang'ulik qilganligini sezib so'radi: "Nemishqa?" "Rasmiyatda bu hukumat ishi emasmi?" dedi heliqi odam hejib. Bovay oilasini qo'g'dimoqchi bo'lgandek dedi: "Siz..." U odam takabburlik bilan bovayning so'zini bo'libdi. "Men kapitan Mahmud Daba bo'laman. Siyosiy boshqarmada ishlayman." Muhit ixtiyorsiz shurkinib ketdi. Bovay beshini sangilatdi. Mahmud Daba degan ism sal chog'lig'ili bo'lmaydigan qo'rqinchli ism edi. Har qatimliq vatanparvarlik harakatlarda o'quvchilar va boshqalar uni Humonbek bilan tang o'rinda qo'yib, dushman sifatida yo'qtayli deb shuar tovlaydi. "Sizlar aqtirishni mehmonxonadan boshlasanglar, men ayollarni xabarlantirib qo'ysam bo'larmi?" dedi bovay beshini ko'tarmasdinla. "Bo'ladi", dedi Mahmud Dabaq yasalma sipoyi ohang bilan. Bovay mehmonxona uyining eshigini ochdi. Soqchi amaldori parvosizlik bilan mehmonxona uyiga qaradi. Ammo kirmadi. Muhit o'zini sal tutib olib, qiziqish nazarida zan silib qaradi. Mahmud Dabaq degan shu ekanda, namoyishlarda saboqdoshlari kallasini olamiz degan odam mush ekan. Bu odam uning tasavvurdagidan pakor va semizroq edi. Tova, u kuladigan-ku. Muhit uni kuladi, odatdagidek gap qiladi demay, doimla tillaydi va urudi deb o'ylagan edi. Muhitning ko'nglida Mahmud Dabaq bilan bir tutishish o'yi paydo bo'ldi. U Mahmud bu uydan hech narsa, hech qanday odam topolmaydi. İbrahim Hamdini aslo topolmaydi. O'zimning qo'rqmas yurak botir ekanligimni bir ko'rsatib, kunlarning birida saboqdoshlarimga maqtinib so'zlab berish uchun bu ablah bilan bir elishib baqay deganlarni ko'nglidan o'tkazdi. Muhit, men nimishqa ulardan aqtirish qog'ozi bor yo'qligini so'ramayman. Soqchilar taftish mahkamasining buyruqsiz aholilarning uyiga kirib aqtirolmaydi. Mahmud Dabag'da mushundoq buyruq bormidi? Agar bo'lmasa, uning aqtirishini to'siyman. Uningdan buyruqni chiqar, taftish mahkamasining tamg'isi besilgan buyruqni ko'rsat deyman, deganlarni o'yladi. O beshini ko'tarib, Mahmud Dabag'ning yolg'on hejiyib tap tortmasdan o'ziga mansitmagan nazarda qarab turganligini ko'rdi. Muhit ko'zoynigini ko'tarib qo'ydi-yu, gap qilmadi. Xuddi u eg'iz ochsalar, kapitan Dabag'ning o'g'isi qaynab qachab soladigan, o'q chiqarib eg'iz ocholmadi. Ammo u qo'rqmay so'zisi bulatdi. U gap qilishga tamshalganda dadasi qaytib kirib soqchi amaldoriga: "Qani, marhamat", dedi. Uchaylan uyga mangdi. Muhitmi ularning kaynidan mangdi va gap qiladiganga fursat kutdi. Kapitan Dabaq bovayning hujrasiga kirdi. "Bu sizning hujringizmi?" so'radi u. Bovay qonlari yuziga tepgandek hüppida qizirib ketdi. Bir yot odam uning hujrasiga, xotini bilan yotadigan uyiga kirsa, ha? Ammo u amalsiz edi. Shundoq. Dabaq uyning hamma buning pishqoqlariga qaradi. Ondan gap qilmay qaytib chiqdi. Ular oshxona oldidan o'tayotganda Dabaq orqasidagi ikki odamning biriga qo'l shiltibdi. U odam oshxonaga aqtirishga kirib ketdi. Dabaq udul
dalon uyga keldi. Ishik tubida turibla Mo'may bilan ikki qizga hayosizlarcha tikildi. Ondan Abdulhamdiga qarab qo'yib, "Kechiring", dedi. Mo'may ta'tir qarab oldi. Samiya uningga lappida qarab qo'yib yerga baqdi. Ko'z yoshini aron to'xtatib oldi. Naval bu nimalarni ko'zim ko'rmasin deganni qilib, balkonning ishigiga yo'linib osmonga qarab oldi. Abdulhamdi o'rnidan turdi. Qo'lini ko'tarib titragan holda unsiz salomlashdi. Shu topda qattiq alaqsodilik ichida qolgan Abdulhamdi tomga tatirib, murdiga o'xshib qolgan edi. Tomdak tatirib, murdiga o'xshib qolgan edi. "Yaxshimisiz, Abdulhamdi apandi?" dedi kapitan Dabaq masxirlik hejib. Bovay xuddi Abdulhamdining ismini qandoq biladigandu degandek shaqqida burilib soqchi amaldorga qaradi. Soqchi amaldori Bovayga qarabmi qo'ymadi va uning hayron qolganligidan xo'sh bo'lgandek kulib qo'ydi. Ondan yenidagi odamga burilib boshqana uningga qarab boq, dedi. U odam uyga kirdida Abdulhamdining oldiga kelib qo'lini so'zdi. "Nima qilsa, sizlar nima qilmoqchi?" deb so'radi Abdulhamdi cho'chib ketganidan o'zini qochirib. "Abdulhamdi apandi, u tekshirib qo'ysin. Bu kichik ish-ku", dedi kapitan Dabaq eshik tubida turgan peti. Bu odam uning hamma yerini tekshirib chiqdi. Uydagilar bu ishga taajjub aralash cho'chish bilan qarab turdi. Bu odam Abdulhamdida qoral yo'qligiga ishongandan keyin soqchi amaldorining kayniga berib turdi. Abdulhamdi lassida o'ltirib qoldi. Ular qizlarning vojirsi tarafga mangdi. Soqchi amaldori eshik tubida to'xtab so'radi. "Bu kimning vojirsi?" "Qizlarningki", dedi Bovay beiloj. Ular oldida mangdi. Muhit kaynidan mangdi. U qonun tartibini surishta qilay deb o'ziga madad beradi. Bu oqtirishni to'xtalaydiganligiga ishonch qilolmasimi, kapitan Dabaqqa o'zining qonundan xabardor ekanligini ko'rsatib qo'yg'isi keladi. Shundaqla oqtirishning bundaq oddiy bo'layotganligidan hayron bo'ladi. Kitoblardagi soqchilarning uy oqtirganligi to'g'risidagi tasvirlardan oqtirganda ishkab sanduqlarni ochidi. Hamma yerni ko'rdi deb tasavvur qilgan. Muhit oqtirishning Dabaqning yiroqdan qarab qo'yishi bilanla tugaydiganligini o'ylamagan edi. "Bu Muhitning hujrasiga deyman", dedi kapitan Dabaq Muhitning hujrasi oldida kelib. "Shundoq", dedi Bovay. "Yaxshi, biz bu yerda birdam o'ltiraylik", dedi Dabaq. Dabaq hujraga kirguncha oraliqda oshxona va yuyinish uylarini tekshirgili qolgan odam qaytib kelib, Dabaqqa hech narsa yo'q ekan degandek ishorat qildi. Dabaq hujraga kirdi. Ikki odam uylarni oqtirishga boshladi. U Muhitning ustilini tekshirdi. Dabaq bu uydan bir narsa tepilishidan umid kutmaydi. Ibrohim Hamdini izlabmi kelmagan edi. Chunki 2 kunlik kuzatishdan bu uyda yot odam yo'qligi isbotlangan edi. U faqat Abdulhamdining Hummanbekka Ibrohim Hamdi to'g'risida yolg'on xabar berishga nima sabab bo'lganligini bilib boqmoqchi edi. Bu xabar Hummanbekni qattiq gumonga selib qo'ydi. Hatta u yordamchisi Mahmud Dabaqning bu xabarga ishonmaslik haqidagi gaplariga quloq solmadi. Dabaq boshlig'ining gumonini to'g'ri demisimi, yana Abdulhamdini nazorat qildi. Abdulhamdi nazoratdan qochishga uringanda ondan uningga qarata gumon tug'ildi-da, Abdulhamdi yo'q chog'da uning Shubradagi uyini oqtirishdi. Ondan bu uyga keldi. U biror narsaning tepilishiga ishonmasimi, biror qatim oqtirganning ziyni yo'q deb o'yladi. U ustalning tortmalarini bir-birlab ochib, ichidagi kitob xotirlarni oqtirdi. Varaqlab ko'rdi. Balki o'quvchilar doim tortmalarda saqlaydigan tashviq varaqi yoki biror xotira, muhitning siyosiy tashkilotlar bilan aloqasi borligini isbotlab beradigan biror narsa chiqib qola. Muhit orasaldiliq ichida soqchi amaldorining yeniga keldi. G'ayratiga elib oxir eg'iz ochdi. "Sizda taftish mahkamasining oqtirish xati bormi?" Tartmalarni oqtirib bo'lib, ustal ustidagi qog'ozlarni ko'rib atgan Dabaq: "Apandi,
to'la vazxonlik qilma, dedi. Biroq qonunda belgilanishicha muhit amdi gapini tepib qilg'ili turib edi debaq masxara aralash uning gapining beliga tepdi. Ohoy, qonun bormi dexe? Ha, qonun bor. Muhitga jon kirdi. U faqat sizlarda maktabinglardagi darsliklar, xotirlarda bor. Davlatda qonun degan narsa yo'q. Har holda xotirjam bo'ling. Hech qanday chatoq chiqmaydi, dedi debaq qog'ozlarni oqtirib o'tdi. Muhit ortiq gap qilishning hojati yo'qligini sezib zardigo'sh bo'ldi. Debaq kitob orasidagi qog'ozlarni chuvdi. Tuyuqsizdan u bir varaq qog'ozni qo'liga elib, Muhitga yevatgudak qarab, vaqirab so'radi. Siz Jamil Izzat bilan kim orqali tanishgan? Saqchi amaldorining bunda qo'pol varqirishi Muhitga bakma tuyuqsiz bilindi. Jamil Izzat degan kim? Men tonimayman, dedi Muhit aloqzodi bo'lib. Debaq Muhitga xuddi ko'z nashtiri bilan uning kallasini teshib, ichidikini ko'rib baxmoqchi bo'lgandek birpas mixdak tikildi. Ondan burilib qo'lidikini bo'sh ovozda o'qishga boshladi. Qadrli leytenant Jamil Izzat, yaxshimisiz? Men sizga bu xat bilan o'zimning qilganlarimni tushuntirib qo'ymoqchiman. Debaq ustaldan Muhitning daftarini elib, uningdagi xatni qog'ozdagi xat bilan selishtirdi. Ondan bir qo'lida daftar, bir qo'lida qog'oz Muhitga burildi-da, daftarni Muhitning ko'ziga tiqqudek qilib, "Buni siz yozganmi?" dedi. "Men yozgan", dedi Muhit ko'zoynakini tuzab qo'yib. "Buni kim yozdi?" Debaq qog'ozni Muhitga tanlab so'radi. Bilmayman, men yozmagan", dedi Muhit titrab. "Sizning yozmaganligingizni bilyapman. Kim yozdi deb so'rayapman", dedi Debaq Muhitning chiroyiga tikilib. "Bilmayman, unda xatni ko'rmaganman." Muhitning g'ippida tikib o'tib, uning ko'zidan yo'qolg'usi keldi. "Nemish?" dedi bovay ularning yeniga kelib. Ko'zlaridan bo'lsa ansizlik chiqib turadi. "Texi aniq emas, lekin cho'qim aniqlab chiqamiz", dedi Debaq bovayga olib. Ondan mansitmagan nazarda Muhitga qaradi. "Qiziq ish. Bu gapga kim ishonadi?" U qog'ozni kostyumning yonchiqiga soldi-da, burilib ikki odamga buyruq qildi. "Bosh serjant, uyni obdan aqtiringlar." Shuning bilan u ikkilarni hamma narsani o'rib-cho'rib aqtirishga boshladi. Ular ishkoplarni ochdi, sanduqlarni to'kdi, tortlarning hammasini chiqarib etdi, yerdagi gilamni qo'yib etdi, karvatni yo'tkib etdi. Hatto kavak joylari bormikin deb tomlarni chekib baqdi. Biri baki bilan karvatga selingan matrasni yirtib, ichiga qo'lini tiqib aqtirdi. O'rindiq qepini yirtib qarab baqdi. Polda sakrab taqtayning ostidagi bo'shliqni bilib baqmoqchi bo'lishdi. Bu ishlar rahimsizlik bilan tap tortmasdan nihoyatda tez qilindi. Bovay bu tasoddifiy ishdan o'zini yo'qotib, ko'zlarini chakchaytgunicha qetib turibla qoldi. Muhit bo'lsa xuddi qattiq qora besayotgandek, uyg'onib ketmoqchi bo'lgandek titrigan holda tushuniksiz bir nimalarni deydi. Debaq sinji ko'zlari bilan atrofga olanglab qarab, hamma ishni boshqarib turadi. Taroq turqni anglab boshqalar yetib keldi. Mo'may ularning matrasini pichoqda yirtayotganligini ko'rib, yugurib keldi-da vaqirab ketdi. "Buni qasdan buzg'uninglar nemisi? Bu mening uyim, mening narsalarim. U hayvonlar ko'zimdan yo'qolish." Pichoq tutgan odam Mo'mayning ittirishi bilan daldangshib ketdi-da, ochchig'i kelib Mo'mayni yelkasidan tutib ittirib etdi. Mo'may yugurib kelgunicha Mo'mayni oldiga tortib, titrak ovozda vaqirdi. "Voy imonsiz, tort qo'lingni." Bu ablah bovayga olib qo'yib ishini qilaverdi. Mo'may erining qo'lidan yulqinib chiqdi va uyning o'ttirsida yuziga qachatlab kichik boladek yerni tepib tovlab ketdi. "Uyimni vayron qilishdim." Naval opsini quchoqlab ochqib ketmoqchi bo'lib, "Bo'ldi oppa, unda qilma, obdan oppa, hammani o'ngshib olamiz, qo'yg'ina, bizni Xudoyim o'zi saqlaydi", dedi.
Samiya beshini tamga tirib olgan belikiga qo'yib, qo'rqindan ixtiyorsiz ho'ngrab yig'lab ketdi. Mo'maymi tovlashni to'xtatib yig'ilib etdi. Navalmı chidab turolmay opsining maydasiga beshini qo'yib yig'ladi va opsini bezladi. Bo'ldi appa, undaq qilma, obdan appa. U amaliyotda opsini emas, o'zini bezlayotdi. Chiroyi tatargan, ko'zlari chekchaygan Abdulhamdi nima qilarini bilolmay turadi. Kapitan Dabaq bo'layotgan yig'izarini anglamagandek, oqqan yoshlar uning tosh yuragini ho'lmi qilolmagandek, oqtirishni unsiz, ammo qilnimi yo'tkizib etmay qattiq boshqaryotdi. U mushundaq nola pig'an ishchilar vazifasini obdan ado qila oladiganidek ko'rinadi. Birariga varqiramadi, jim turinglar demidi. Uning miyiqidan yovuldacha kulimsirash yetmidi. Agar mushundaq yig'izlar nola pig'an bo'lmasa, uningga bir narsa kamdak bilinamdikin tam. U ishki ochiq ishkapqa qo'lini tiqib, bir chetda ayrim esiqliq turgan shimni oldi. U bir qarabla bu shimning muhitga uzun keldiganligini pamladi. U shimni muhitning oldiga akilib so'radi. Bu shim sizningmi? Ha, yo'q. Ha, biroq muhit tamtirab gapinimi o'nglab qilolmadi. Sizningmi, emasmi? Uning so'zini bo'lib etdi Dabaq. Emas. Undaqda kimning? Men bilmayman. Men rostingla bilmayman. Muhit varqirab ketdi. Bu kulrang shim esingizda bordi. Sizning bir do'stingiz, nihoyatda muhim do'stingiz bu shimni kiygan. Dabaq yirtqichlarcha hijib uningga mixdak tikildi. Yo'q, esimda yo'q. Mening hech qanday do'stim yo'q, dedi Muhit sarosimiga tushib. Ha, sizning do'stingiz yo'q. Ha, barakalloh, dedi Dabaq yana uningga zangliq qilib. U shimni chiroyli qatlab qo'ltiqiga qisdi va odamlarga ishorat qildi. Ular Dabaqning kaynidan minib qizlarning hujrasiga kirdi. Dabaq yana odamlarga ishorat qilib edi. Ular bu yanimi boyqidak oqtirib hamma narsani o'ngtay-to'ngtay qilib etdi. Bir ablah Samiyaning ishkobidan bir liptikini ilib, izo tatmasdan o'rib-cho'rib qarab ketdi. Abdulhamdi g'azabdan o'zini tutib olmay, etilib borganicha heliqi ablahning qo'lidan liptikni ilib ishkobga tashladi-da, olib, o'zingni besib ol, dedi. Abdulhamdi apandi, nimancha ochiqlaysiz? Terikmisingizchi? Dedi Dabaq. Naval o'z kiyimlarining orasiga tiqib qo'ygan Ibrohimning ko'ngligi bor ishkobga qarab jiddiylashib ketdi. Ularning qo'li ko'ngakka yaqinlashgan sari yuragi og'ziga tiqildi. Ko'zlarini ching yumib, "Ah Xudoyim, ah Parvardigorim, nijotgorim" deb Xudoga seg'indi. Ularning qo'li ko'ngakka tagmidi. Dabaq u uydan qiziqqudak narsa topolmagandan keyin boshqa uyga chiqdi. Hamma uy qayta axtirildi. Uningga ko'z yeshi, yig'izlar, tatargan chiroylar hamroh bo'ldi. Axtirish tugay deganda Dabaq Muhitning qulqiga yaqinchilik qilgandek pichirladi. Kiyimingizni kiyib biz bilan mening. Naga borma? Aloqsizlik ichida titirgan ovozda so'radi Muhit. Sizdan ikki eg'iz gap so'rab olsaqlar bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Bu degan hukumat ishi. Siz qonun o'rgangan odam, albatta buni bilasiz, dedi Dabaq yolg'izlarcha hijib. Muhit yerga qaradi. Nima bo'lsa bo'lmamdi. Har qancha bo'lsa, buningdan qo'rqinchli ish bo'lmas, deb o'zini tutib oldi. Ammo o'zini Dabaqning ixtiyoridagi murdaga aylanib qolgandek sezdi. U dadasiga qarab qo'yib, o'z hujrasiga kirib, anda-mundala kiyinishga boshladi. Shu topda kallasi faqatla ishlamaydi. Nima ishlar bo'ladiganligini tasavvur qila olmaydi. Muhit kiyimlarini kiyib bo'ldi, ammo nimalarni kiyganligini bilmaydi. Hujrasidan chiqqanda dadasi tashvishlanib so'radi. "Choponingni kiyib nima qilsa?" Muhit javob bermay Dabaqqa lappida qaradi. Bovay soqchi amaldorga qarab, jenini tikib qo'ygan alpozda, "Sizlar nimaga Muhitni elib ketisizlar?" dedi.
doklad yezish uchun onundan azroq gap so'raymiz, dedi Dabaq chiroyini o'zgartmay. Undaq bo'lsa bo'pti, sal turib turinglar, menmi billa baray, dedi buvay hujrasiga mengishqa tamshilib. Hashda yo'q, bu ish siz bilan munosabatsiz, dedi Dabaq keskinlik bilan. Nemishqa men bilan munosabatsiz bo'ladi, dedi buvay terikib. Saqchida o'g'limni tutib ketyapsa, siz bilan munosabatsiz deysiz-ku. Bo'ldi, o'zingizga ish topmang. Dabaqning talabbuzi qat'iylashdi. Bir ablah muhitni belikidan tutib ishikka so'radi. Mumay bu holni ko'rib, etilib borganicha o'g'lini quchoqlab oldi. Voy o'g'lim, o'g'limni tutmoqchimisizlar? Bu bo'lmaydi. Odam bormi? Qutuldirib olinglar. Balamni qutuldirib olinglar. O'g'limni tutib ketmoqchi bo'lyapti. Apa, qo'rqmag'in, dedi muhit opsining quchqidan yulqinib. Men qaytib kelaman. Yuring, biz bilan Abdulhamdi apandi, dedi Dabaq Mo'mayning nolisiga parvo qilmay Abdulhamdiga qarab. Nimishqa, bu mening uyim bo'lmasa? Abdulhamdi orasolda bo'lishdan qarshilashishga o'tdi. Bilaman, boya sizninkiga bordim, dedi Dabaq. Meningkiga, qayerga? Hayron bo'ldi Abdulhamdi. Shu biroqa, sizning uyingizga hozirgidek ziyorat qildik. Shug'unisi siz bo'lmay qoldingiz. Kelar qitimda siz bilan vaqtni deyishib qo'yib boray. Dabaq shundaq deb odamlarga ishorat qilib edi. Shu on yana bir ablah Abdulhamdini belikidan tutib ishikka tortdi. Abdulhamdi uning qo'lidan yulqinib chiqib, zardi bilan dedi: "Qo'yivat, menga qo'l tekkizguchi bo'lma, o'zim mangman." Abdulhamdi Samiya vaqirib etdi. Abdulhamdi gap qilmay uningga qarab qo'yib, alam bilan ta'tir qarab oldi. Dabaq oldida chiqib ketib deb, hech kim anglamog'idak past ovozda: "Kechiringlar, xayr", dedi. Uning orqasidan Muhit, Soqchi, Abdulhamdi, orqasidan yana bir odam chiqib ketdi. Buvay ishtik berib eng kaynidagi odamga yig'ilg'udak bo'lib yelindi. Balam, rahim qilg'in, nagi bordiganligingizni aytib bergina. U odam buvayga sal ichi og'irgandek qarab, boshliqim anglab qolmasin degandek pichirlab, "Soqchi mahkamasiga", dedi. Ular chiqib ketdi. Mo'may xuddi biri yuragini sug'urib olgandek birla chaqirib yerga yiqildi. G'al-g'al titradi. Buvay chopinini kiygili hujrasiga kirib ketdi. Samiya yig'ilgan petdi, opsining qishig'i berib, uni silab ketdi. Ammo tili chaplashib qolgandek og'ziga gap kelmadi. Naval ko'z ishi bilan opsining yuragini ko'ydirib atgan o'tni o'chirib etmoqchi bo'lgandek, qora yomg'irdak yig'ildi va to'xtamay: "Oppa, opdan oppa, bunda qilmag'in", dedi. Birdilla İbrahimni yodiga olgan Naval jim bo'ldi. To'g'ri, İbrahim. Akamni İbrahimla qutqiza oladi. Faqat buni İbrahim qila oladi. Har qanday ishni qila oladi. U qahramon, hamma ishni biladi. U soqchilarni, heliqi juvoynimak ketgur soqchi amaldorni yenga oladi, deb qaraydi. İbrahim nada? Uni qanday topadigan ish? U qayerdadir? Naval xuddi o'z yuragiga baqsa, İbrahimning nadaligini bilalaydigandek beshini egdi. 15-bob tugadi.